Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umaksınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ana, hikayenizni başlayın. Bulun ana, bizning hikoya anlag'imiz keldi. Buludu, ballarım buludu. Hikoya anlaganlar keldimi? Emse, men sizlarga Qarindoshning o'lgusi nomli hikoyani aytib beray. Wow, bek yaxshi bo'ldi. Kela o'g'lim, quchqimda o'ltag'im. Omoq malikam yeting. Chachlaringizni silg'ach, hikoyamni boshlay. Əvvəlnin əlbisida bir akuk o'tgan ekan. Ana, bu nim degan gap? Omoq bolam. Burunning burnusida degan gap bilan o'xshash ma'noda qo'zam. Onam hikoyasini endi boshladi ukam, biz avval anglayli. Burunning burnusida bir akuk o'tgan ekan. Akının 4 balası var bulup, ukining balachaqasi yo'q ekan. Bular ota-onasi olamdan o'tgandan keyin inoq yashab bir-biriga yor yo'lakda bo'libdi va o'z ara hurmatlashibdi. Hech qanday narsadan qiziqishmabdi. Bir yili bu akuka bug'doy terishib, mol hosil elishibdi. Chiqqan mahsulotni tang bo'lishibdi. Öy yo'tkab ketgach kesh bo'lib qopdi-da, hamma qonishibdi. Yerim kecha bo'lganda akining uyqusi qechib mundoq o'ylabdi. Ukamning bola chaqisi bo'lmagan bilan yolg'iz odamga xarajat ko'p ketadi. Bola chaq qilish uchun pul lozim bo'ladi. Uning ustiga u yosh, tajribasi kam, teriqchilikning yo'lini bilmaydi. Uning uchun ona yordam qilishim kerak deb o'ylabdi-da, ukasining uxlab qolganligidan foydalanib, aka bir qancha g'alvir bug'doyni ukasining bug'doyiga to'kib qo'yibdi. Ukasi saharga yaqin uyg'onib, "Mening bola chaqalarim yo'q, chiqimim oz. Akam bola chaqaliq, olgan mahsuloti uningga yetmaydi. Shuning uchun men uningga yordam qilishim lozim. Mahsulot ilishda akamning ajri ko'p. Qarab turib bug'doyni tang olsam insofsizlik bo'ladi" deb o'ylabdi-da, bir qancha g'alvir bug'doyni akasining bug'doyiga qo'shib qo'yibdi. Atsi tang otganda qarg'udek bo'lsa, har ikkilisining bug'doyi o'xshash turg'udek. Akuk ishkaylan hayron bo'lishibdi-yu, ma'lum sabablarni bano qilib, atsi yana bug'doyliqda uxlab qopdi. Akuka yana oldingi kechirgan ishlarini takrorlashibdi. Sahar vaqtida bir-biri bilan do'qorishib qopdi-da, ahvol oshkora bo'lib qopdi. Shuningdan keyin bu akuka ikki qarindoshning ittifoqi texmi kuchayibdi, mahsulotlari texmi barakatli bo'libdi. Omoq bolalarım. Opa. Bu cho'chak bizga nima deydi? Men bildim ana. Men cho'ng bo'lganda ukamni cho'qim yaxshi ko'raman. Aqlli qizim. Menmishu, men ochimni cho'qim qo'g'dayman. Anda men o'g'il bol bo'lgandan keyin topgan narsarimni cho'qim ochimga beraman. Mening aqlli qo'zlarim. Deganinglardek yashashinglarni umid qilaman, omoq bolalarım. Qarindoshlar ittifoq o'tsa, dunyo xush bo'ladi.
Tapqan mülküңlar teximi bereketlik boludu. Teninglar salomat boludu, chiroyinglar nurluq boludu, omaq ballarim. Vaa, men teximi güzel bo'lib ketamdim. To'g'ri qizim, hozirgidan teximi güzel bo'lib ketasiz. Chiroyingizla emas, qalbingizmi güzellashib ketadi, omaq qizim. Ona uyqum keldi. Omaq balam, ems biz uxlayli. Ata yana yangi hikoyalarni aytib beray bo'lamdi? Bo'ladi. Xayr, yaxshi ishlar sizlarga hamroh bo'lsin.